Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudoyim sizlar mana qo'llab turibsizlar. Mana bu 30-dekabr kuni borganimizga Anklaskiga o'sha paytda doktorlar ko'pchilik ketib qolgan. 4 dan keyin bordik. O'sha payti endi 31 kuni nimaga tushib qoldi? Reanimatsiyaga tushib qoldi bu o'lik holatda. O'sha paytda keyin bir kuni nima qilib, ikkisi kuni olib keldim. Doktorlar nima qilardi? Javob berardi. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi buni deb. O'shanga endi bayram kun bo'lib qoldi hammasi. Shu bayram kun bo'lgani uchun endi ertaga dushanba 5-nimada yanvar. O'sha 5-yanvar endi ertaga doktorga olib boraman. Hamma dokumentlarni taxlashtirib nima qilib, mana Abbos akaning nimasiga joylayman, yuboraman. O'sha nimasi videolarning hammasini. Ko'nglar to'q tutinglar, iltimos. Unda menda yolg'ongarchilik yo'q. Men shu zarilman. O'sha mana ayolimni operatsiyasiga iltimos. Unday noto'g'ri tushunmanglar, iltimos sizlardan. Men o'zim mana o'zim ham ko'rsatay. Mana iltimos akalar. Men shu ahvolda o'tiribman. To'g'ri tushuninglar. Rahmat, ehson qilganlar uchun katta rahmat. Xudoyim mendan qaytmasa Allohdan qaytsin Xudoyim. Rahmat akalar.